2022-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3imiz bor. Primoy egadan holatlarini batafsil ko'rsatib o'taman. Faralari, balon holatlari. Mashina idealniy sosteniyada turibdi. Primoy egadan salon holatlari, konditsionerlari ishlab turibdi. Yurgan probegi 66131. Holati zo'r. Bagajlar qismi 2022-yil holati juda ham tiniq, idealniy sosteniyada. Buni tan narxini 9600 dedilar. Bizda eng oxirgi narxlar qo'yiladi. Bo'ladigan narxi. Bu mashinamizni $500 boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. Kerakli hujjat bitta pasport. Bir kunda nomilada bo'ladi. Oylik to'lovi 4,5 million so'mdan chiqadi. Pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, batafsil yana ham tushuntirib beramiz. E'lon berish mutlaqo bepul.